Davlat bayrog'i davlat suvereniteti ramzidir. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. U yurtimiz sarhadida qadimda mavjud bo'lgan davlatlar bilan tarixan bog'liqlikni anglatadi hamda respublikaning milliy madaniy an'analarini o'zida mujassamlashtiradi. Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va ob-hayot ramzidir. Timsollar tilida bu yaxshilik, donishmandlik, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin, sohibqiron Amur Temur davlati bayrog'ining ramzi ham moviy edi. Bayroqdagi oq rang muqaddas tinchlik ramzi bo'lib, u kun charog'onligi va koinot yoritgichlari bilan uyg'unlashib ketadi. Oq poklik, beg'uborlik, soflik, orzu va xayollar tozaligi, ichki go'zallikka intilish timsolidir. Yashil rang tabiatning yangilanish ramzi. U ko'pgina xalqlarda navqironlik, umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi. Qizil chiziqlar vujudimizda jo'shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi. Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an'analarimiz bilan bog'liqdir. Ayni paytda u qo'lga kiritilgan mustaqilligimizning ramzi hamdir. Yulduzlar barcha uchun ruhoniy, ilohiy timsol sanalgan. Davlat bayrog'imizdagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an'analarimiz, qadimgi yilnomamizga bevosita aloqadordir. Bizning 12 yulduzga bo'lgan e'tiborimiz O'zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiyot etganligini ham izohlanadi. Davlat bayrog'imizdagi 12 yulduz tasvirini o'zbek xalqi madaniyatining qadimiyligi, uning komillikka, o'z tuprog'ida saodatga intilishi ramzi sifatida tushunish lozim. Bu yil O'zbekiston Respublikasi davlati bayrog'i qabul qilinganligiga 34 yil to'ldi.